Bu tashlandiq kema. U Kolombodan, Shri-Lankadan Gujaratga tortib ketilayotganda arqoni uzilib Mumbayning Juhu sohiliga chiqib qolgan. Xo'sh, bu kema bu yerga qanday qilib kelib qoldi? Bu voqea aynan mening nafaqaga chiqishimdan oldin sodir bo'lish kerak. Kema bu yerga qanday qilib kelib qoldi? Hozircha tekshirishmoqda, lekin janob, bu ish ortida boshqa gap bor deb o'ylayman. Nima?